Assalomu alaykum. Ushbu misolimiz yechimi bo'yicha quyidagicha amallarni bajaramiz. 4-misolga e'tibor beramiz. 4-misolda mana bu 1dan 63 taqsim 571 da ayirish kerak. Buning uchun bir sonini, mana bir sonni shakllantirib olamiz. Bir sonini quyidagicha. Hop. 571 taqsim 571 ayrilgan 63 taqsim 571 qilib olamiz. Endi 571 dan 63 ta ayiradigan bo'lsak, necha bo'ladi? 508 chiqadi. 508 taqsim 571. Mana shu ayirishni amalga oshirdik. Qilgan ishimiz nima bo'ldi? Qilgan ishimiz mana shu bir sonini mana bu mahrajiga qarab turib 571 taqsim 571 qilib oldik. Baribir 571 ni 571 ga bo'lsa, eski holat 1 ga qaytadi. Mana bu qismini shundaycha ko'chirib olib keldik-da, keyin suratdan ayirib qo'ydik, bo'ldi. Endi o'zimiz asosiy misolimiz 5-misolga e'tiborimizni qaratamiz. Dastlab mana bu 99 sonini maydalab olamiz. Ya'ni 99 sonini 98 qo'shilgan 1 qilib olamiz. Yechimi bo'yicha endi 98 butun turaveradi. 1ni mana bu 1da 99 dan 99 qilib olamiz. Shakllantirib oldik. Mana buni o'zini mana bunday qilib shakllantirib oldik. Rostdan 99 ga bo'lsa 1, 98 ga qo'shib qo'ysa eski holat 99 ga qaytadi. Orqasidan ayrilgan 9,19 taqsim 99. Mana endi butundan ayiraman. Mana bu butun qismi. Xo'p. 98 dan 9 ayirsam, demak 89 butun. Suratdan ayiraman. 99 dan 19 ayiraman. Necha bo'ladi? 80. Bu 99. Shunda mana javob bo'lyaptimi? Shunday ichida.